Assalomu alaykum Tohirjon kanali obunachilari. Mana yana shirin baliq ko'llari ko'lga keldik. Mana ko'llarimiz mana rekonstruksiya bo'lgan, chiroyli bo'lib qolgan. Endi atroflarini o'tlar bosib yotibdi. To'g'risi bunga ham bir bani qilamiz. Mana bu hali 3,5 gektarligimiz. Mana bu yerlarni bilasizlar, mana naveslar, joylarimiz hammasi yaxshi. Endi Xudo xolasa birinchi iyun dushanba kundan ko'pchilik bilasizlar, mana shu kichkina otalar ko'limizni mana shularni mana shu ko'lga nima yurgizamiz, Xudo xolasa. Platni ko'l qilmoqchimisiz? Xudo xolasa dushanbadan harakat boshlanadi. Bemalol kimlar kelib dam olmoqchi bo'lsalar, bemalol kelib, şeyda ov qilib, kunduzgi sunlar bo'ladi. Yana barcha nimalar bo'lsa ertaga bir qator xabar qilamiz. Boshlaguncha juda ishlarimiz bor. Xudo xolasa dushanba kuni yana bir qanaqa nima bo'ladi, shart-sharoitlar qanaqa bo'ladi, bu yerda hammasini shu ko'lli rahbari bilan kelishib hammaga yetkazamiz. Bu yerda havas qilganlar ko'p, qiziqqanlar ko'p. Agar mabodo shu ko'llar nimalar qilgan bo'lsa, shu Tohirjon kanalini ravnaq uchun obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Mana endi bundan keyin Tohirjon kanali shunday ishlarni olib borib turamiz. Ovlarda, boshqalarda, mana vohada, jizzaxlarda yaqinda mana karantin tugayapti, zapret. Xudolar jizzaxlarda, boshqalarda yurgan hamma narsalarni nima qilamiz. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bittadan like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib.